Boysun faqat tog'lar va qadimiy urf-odatlar emas, bu yer bir paytlar Buxoro amirligiga bo'ysunmagan qo'zg'olonlar bilan mashhur bo'lgan Boysun bekligi haqida bilasizmi? Boysun bekligi hozirgi Surxondaryo viloyatining Boysun tumani hududida joylashgan Hisor va Boysun tog'lari orasida bir hudud sifatida savdo va harbiy yo'llarni kesishgan nuqta hisoblanadi. 8-9 asrlarda Buxoro tarkibiga kirgan beklik Buxoro amiriga bo'ysungan bo'lsa-da, ichki boshqaruvga nisbatan mustaqil edi. Boysun bekligi haqida ma'lumotlar juda kam, chunki tez-tez beklar almashtirilgan. Sababi beklarga qarshi chiqqan qo'zg'olonlar uyushtirilgan va jazolanib, o'rnida boshqasi tayinlangan. 10-asrlar boshlarida Buxoro amirligi tugatilgach, Boysun bekligi tarix sahnasidan chiqdi. Uning o'rniga Sovet ma'muriy ittifoq tizimi o'rnatildi. Sovet ma'muriy ittifoq tizimi o'rnatilgandan keyin beklar ularga qarshi isyonlar qildi. Ular sovet tilida bosmachilar deb atalib, Qatag'on bek, Tog'li bek sifatida tilga olindi. Boysun bekligi bu erkinlik, qarshilik va tog'lar bag'ridagi mustaqillik ruhi timsolidir. Tarixni bilmish o'zligini bilmishdir. Hali biz yana qaytamiz. Yana uchrashguncha